qatiq, ya'ni kefirni solasiz-u, sariyog'ini alohida ajratib berib, qolganini o'sha mana bunday olib idishlarga olishingiz mumkin. Shuncha tayyorlash apparatlarimiz bor ekan. Ko'pincha mening klientlarim ichida echki boqarlar ham bor-da. Kuchini qilganmiz. Albatta ko'plab klientlar so'ragani uchun bir vaqt o'zida bitta echki sog'ib oladi. Birdaniga idishi 6 litrlik ham ekonomishni. Termometr va trakartlar ketdi. Trakartning mana bu 3 xili, bundan tashqari eskicha yosh katta o'rnatiladi. Hayvon damlab ketgan vaqtida shu qorinni teshib, damni chiqarish uchun ishlatiladigan, sun'iy urug'lantirishda ishlatiladigan mana bunday kateterlar kelgan. Kateterni suvga solib 1 xil gradusda ishlab turish uchun termoschasi ketdi bu yerga. Tuyoq tagiga yedirilgandan keyin padush qilib mana buni qo'yib qo'yadi-da, silab qo'yib qo'yiladi. Agar ishlatib yurganlar juda yaxshi biladi. Mana shu tuyoq tagiga qo'yilayotgan narsasi. Bu shox kuydirayotgan apparatni ancha vaqtdan beri izlab yurgandim. Qo'rg'ichlarning ichiga yuborayotgan kateter. Vaksinatsiya masalan muz solinib ichkariga qo'yiladi. Muz solinib yoki issiqlarda dorilarimiz aynib qolmasin uchun bu bermasin uchun juda ham kerakli narsa. Borib shoxning tubiga eng oxirgi mana shu eng oxirga olib borib mana shuni buni chiqarib olinadi. Buni chiqarib olinib, buni ochish shart emas. O'zi sekinlik bilan qilsak o'zi chiqarib oladi. Shoxni kesuvchi troslarimiz bor. Ziqqanlarga adresimiz Ulug'bekda, Ulug'bek Buxoro betagining yonida maslahat berardim. Yangi veterinariyani boshlayotganlarga bir kelib hech bo'lmasa tanishib ketishdi. Bu yerdagi instrumentlarni va o'sha maxsus apparatlarni tanishib ketishdi. Undan tashqari yangi fermer xo'jalik qurib, nima qilishni bilmay, kimga uchrashni bilmaganlarga kelsalaringiz maslahatimiz tekin. Kelasiz, o'sha apparatura qanday ishlaydi, yoki mana bu massajirkalarimiz qanday ishlaydi, qancha vaqt ishlaydi, garantiyasi bor hammasini kelib tanishib ketishlaringiz mumkin.